Tasha aka. Fermani balandligini ko'rdinglar, naqd 10 metr balandligi, molxona, otxona, qo'yxona, yo bo'lmasam qanaqadir zavod, sexlarni qurishingiz uchun usta akalarimizni ishini ko'rsatib beramiz. Hozir endi bizani mana shu birinchi bo'lib mana shu obyekt bilan bitta tanishtirasiz. Oxirida nech puldan aylanadi, narx-navolar qanaqa bo'ladi, ularni ham bitta aytib o'tamiz. Aka, bu kontener mahsulotimiz 50 kilogramdan qurilgan, tepa 10 metr. Balandligi 10 metr, 10 metr, eni 50 metrga 50 metr, eni bo'yi 50 ga 50. Narx-navosi kvadrati klientga qanaqa aylanadi, nech puldan tushadi? Asosan joyiga qaraymiz. Kvadrati 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha. Shunda klientdan talab qilinadigan narsa pulini sanasa, Titaniyani qilib bersa bo'ldi. Okalar, ustakalarimizni mehnatligiga like bosib qo'yinglar. Inshaalloh tez orada hammamiz shunaqa fermalar qurdirish nasib qilsin.